Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda mutlaqo sarmoyasiz pul ishlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, o'rtoqlar, bugun konkurs navbati Telegram kanalimizda. Tezda o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, kelinglar, mana shu joyda sizlarga Telegram kanalimni ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana o'rtoqlar, Special Money Telegram kanalimiz o'rtoqlar. Tezda o'tib bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'rtoqlar 22:00 ga chat rejalashtirganmiz. Ya'ni 22:00 da chat boshlanadi va chatda konkurs qilamiz o'rtoqlar. O'sha reaksiyalardan birsizlar bo'ladi. Kanal juda ham aktiv o'rtoqlar. Tezda o'tish kerak, tezda obuna bo'lib qo'yish kerak o'rtoqlar. Kanal silkasi video opsiyasida va zakreplonniy kommentariyada bo'ladi. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik. Xo'p jigarlar, sizlar bilan bugungi videomizda mana shu CoinPayu saytida pul ishlab borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana saytda qanday qilib pul ishlashni to'liq o'rgatib berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Bu saytning glavniy oynasi o'rtoqlar, bemalol pastga tushib, sayt haqida ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Xo'p o'rtoqlar, bu yerda nechta ishtirokchi borligi, qancha pul to'lab berganligi va o'rtoqlar qancha paytdan beri ishlab kelayotganligi haqida bemalol ma'lumotlarni ko'rib o'qib olsanglar bo'ladi. Bu sayt o'rtoqlar 100% pul to'laydi. Video davomida hammasini aytib o'taman o'rtoqlar. Birinchi navbatda biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi menyu bo'limiga bosasizlar. Bu yerda o'rtoqlar registratsiya bo'limi mavjud va login bo'limi mavjud. Agarda akkauntlaring bo'lsa, loginni bosasizlar. Agarda akkauntlaring yo'q bo'lsa, registratsiya bo'limiga bosasizlar. Biz hozir o'rtoqlar saytdan ro'yxatdan o'tmaganmiz, akkauntimiz yo'q. Hozirlar bilan birgalikda ro'yxatdan o'tib olamiz o'rtoqlar. Mana bu yerga email kiritishimiz kerak. Mana bu yerga o'rtoqlar parol kiritishimiz kerak. Parolni takrorlashimiz kerak va mana bu yerdagi I agree to degan galchkani belgilab, mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi. Men hozir bo'limlarni to'ldirib olaman. Xo'p o'rtoqlar, birinchi etapdan o'tdik. Ikkinchi etapda o'rtoqlar biza confirm your username, ya'ni akkauntimizga nick qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kelinglar, mana shu yerga special kiritib qo'yamiz, ya'ni kanalimizning nomini kiritib qo'yamiz o'rtoqlar. Endi mana bu yerdagi confirm degan tugmani ustiga bosasizlar. Xo'p o'rtoqlar, nick qo'yib bo'lgandan so'ng bizani kiritgan emailimizga nima deydi, kod boradi. O'sha kodni mana shu yerga kiritishimiz kerak va mana bu yerdagi confirm degan tugmani ustiga bosib tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Men hozir to'liq o'tib olaman. Xo'p jigarlarim, ro'yxatdan o'tib oldim. Xuddi shunaqa qilib ro'yxatdan o'tasizlar. Hozirlarga video davomida qo'limdan kelgancha saytni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Faqat o'rtoqlar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p. Pastroqqa tushsanglar, bu yerda main balance, bu yerda purchase balance, referrals, xo'p, bu yerda level up, YTD streak reward, ya'ni mukofotlar. Xo'p, bu o'rtoqlar bizning glavniy oynamiz hisoblanadi. Bu yerda menyu bo'limi ustiga bossanglar, bu yerda 10 taga yaqin bo'limi mavjud. O'zi saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ishlaymiz? Bu yerda browsing degan bo'lim bor, ustiga bossanglar, saytda o'rtoqlar biz oddiygina reklama ko'rib pul ishlaymiz o'rtoqlar, mutlaqo sarmoyasiz. Saytga o'rtoqlar hech qanaqa pul kiritishning hojati yo'q. Mutlaqo sarmoyasiz pul ishlab, sarmoyasiz pullaringni payr hamyonlaringga yechib olsanglar bo'ladi. Reklamani qanday bajaramiz o'rtoqlar? Bu yerda mana 30 soniyalik reklama ko'rsanglar bizga 6,1 tanga berar ekan. Xo'p o'rtoqlar, reklamani ko'rib bo'lganingizdan so'ng you have earned 6 coins, ya'ni bizning hisobimizga 6 coin qo'shildi o'rtoqlar. Prosta 30 soniya reklama ko'rdik va 6 coin pul ishladik o'rtoqlar. Endi balansimizni bir marta tekshirib olamiz. Qani rostdan tushdimi, tushmadimi? Dashboard bo'limiga qaytamiz va o'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek main balance 6 ta coin yig'dik o'rtoqlar. O'zi hozirlarga minimalga qancha pul chiqarishlarni hammasini ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Xuddi shunaqa qilib, mana bu reklamalarni oxirigacha ko'rib qo'yasiz, coinchalar yig'asiz va o'sha coinlarni TRXga aylantirib yoki dollarga aylantirib bemalol payr hamyonlaringga yechib olsanglar bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar framed ads bo'limi mavjud, ya'ni bu bo'limda ham o'rtoqlar reklama mavjud. Bu yerda hozir bizda 4 ta reklama bor ekan. Mana shu reklamalarni ko'rib tashlaysizlar. Bu yerda qaranglar, 8 soniya, 15 soniyalik reklamalar bor o'rtoqlar. Bo'sh vaqtda reklamalarni ko'rib, xuddi shunaqa qilib pul ishlab borsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu reklamalar har soatdanmi, har 2 soatdanmi almashib turadi o'rtoqlar. Juda ham tez reklamalar kelaveradi. Bu yerda offers bo'limi mavjud, ya'ni nima deydi? Sayt o'zi agarda bir konkurs o'tkazadigan bo'lsa, aynan mana shu bo'limda sizlarga chiqarib beradi. Bu yerda o'rtoqlar game'lar mavjud, ya'ni
o'yinlarni skachat qilib ham o'sha o'yinlarga kirib, o'sha o'yinlardan ham pul ishlasanglar bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsatib turgan o'yinlardan ham bemalol pul ishlasanglar bo'ladi, jigarlarim. Xo'p, sayt haqida to'liqroq ma'lumotlarni hammasini men Special Money Telegram kanalimizga yuklab qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim jigarlar, Surveys bo'limini ustiga bosasizlar. Bu bo'limda ham o'rtoqlar bemalol sizlar nima deydi, coinchalarni yig'ib borsanglar bo'ladi. Pastroqqa tushsanglar mana. Hozir nima deydi? 26 soniya avval 522 ta reward, ya'ni mukofot oldi mana shu ishtirokchi o'rtoqlar. Mana bu yerda Prime Surveys, bu yerda nimadirlar bor o'rtoqlar. Keyingi videolarimizda sayt haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Saytni hali o'zim ham yangiman. Xo'p, bu saytni o'rtoqlar 2 yil oldinmi, 3 yil oldin ko'rgandim. Sal boshqacharoq edi. Hozir yana ham o'zgargan o'rtoqlar. Xo'p, endi o'rtoqlar hammaga qiziq bo'lgan joyi, saytda biz qanday qilib pullarimizni chiqarsak bo'ladi. Bu yerdan dashboard bo'limiga qaytasizlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar cash out, ya'ni pul chiqarish, depozit pul kiritish, statistika, bu statistika o'rtoqlar. Xo'p, kelinglar o'rtoqlar, birinchi pul kiritishdan boshlaymiz. Saytga pul kiritmasa ham o'rtoqlar, sayt 100% pul to'laydi. Lekin o'rgatib o'tib ketishim kerak. Pul kiritish uchun bu yerdan depozit bo'limi ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar mana shuncha yo'nalishdan bemalol pul kiritsangiz bo'ladi. Hattoki Payer dollardan ham yoki Trondan yoki USDT dan, Faucet Pay, Usudi Coin hammasidan pul kiritsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Masalan, men hozir Payer USDT ni tanlasam, qaranglar, ustiga bossam, bu yerga qancha kiritmoqchi bo'lgan summani kiritaman. Bu yerdan confirm degan tugmani ustiga bosib ketsam, yoki menga Payer ID beradi yoki Payer ofitsialniy saytiga olib kirib ketadi va shu tariqa oddiygina pul tashlab olasiz. Xuddi Superboards, Moneyboards, Game, Doodle Jump kabi saytlarga kiritganda xuddi bu saytga ham kiritiladi o'rtoqlar. Juda ham oddiy. Endi o'rtoqlar, sizlar bilan pul chiqarishga kelsak, pul chiqarish uchun cash out bo'limini ustiga bosasizlar. Biz o'rtoqlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7, 8, 9, 10 ta yo'nalishga pul ichib olsanglar bo'ladi. Menga eng qulaylari bu yerda hozir Tron, Tether va Payer USDT bo'lib turibdi o'rtoqlar. Masalan, kelinglar, mana shu Tron ustiga bosamiz. Biz o'rtoqlar hozir adres ulashimiz kerak. Adresni qanday ulaysizlar o'rtoqlar? Bu yerda biz profil bo'limiga o'tishimiz kerak. Xo'p o'rtoqlar, profil bo'limiga kirganlaringdan so'ng wallet degan joyini bosasizlar va mana bu yerdan xohlagan bir yo'nalishni tanlaysizlar. Masalan, hozir men Tronni tanlagan bo'lsam, Tron ustiga bosaman. Mana bu yerga adresimni kiritaman, ya'ni Tron adresimni kiritaman va mana bu yerdagi next degan tugmani ustiga bossam, saqlanib qilib qo'yadi o'rtoqlar. Kelinglar, saqlanib qilib qo'yamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, men TRX adresimni ulab bo'ldim. Yana cash out bo'limini ustiga bosamiz endi. Bu yerdan xo'p, pastroqqa tushib Tronni tanlaymiz va mana ko'rib turganingizdek, bizning Tron adresimiz mana bu yerga yozildi. Xo'p, minimalka withdraw 2000 ta coin bo'lgandan biz bemalol yechib olsak bo'lar ekan. Kelinglar hisoblaymiz. 2000 ta coin. Xo'p, 2000 ta coin qancha bo'ladi? Xo'p, mana bu yerga 200 yozilib qoldi. Hozir 2000 ta qilamiz. 2000 ta coin o'rtoqlar 7 Tron bo'lar ekan o'rtoqlar va 0.26 taraxi komissiya olib qolar ekan. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar bemalol ishlab tashlasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Keyingi videolarimizda bu CoinPayu saytidan albatta sizlarga pul yechib ko'rsatib beraman. Kanalimizga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, biz chiqargan videolarimiz sizlarga SMS tariqasida boradi. Xo'p, xuddi shunaqa qilib o'rtoqlar hamyonlab pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash, hamma tushunarli bo'lsa o'rtoqlar, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib bu saytda pul ishlab borsanglar bo'ladi.